3 xona novostroyka so'ragan yurtdoshlarimiz uchun, pastki qavatdan bo'lsin deganlar uchun bugun biz sizlar bilan Yakkasaroy tumani Jiloy kompleks City Mallda 100 kvadratli uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Avtorskiy proyekt asosida tayyorlangan. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi studiya formatida oshxona bilan birgalashtirib olgan. Bu yerda barcha texnikalar Hoffman brendidan. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa televizion zona. Uyimiz avtorskiy proyekt asosida tayyorlangan. 100% topli pol bilan ta'minlangan uyimiz. Bu glavniy eshikdan kirib kelish o'zini stroyniy shkaflari bilan birgalikda. Bu asosiy sanuzelimiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Mebellarimiz ham loft uslubida tanlangan, ko'rganlaringdek. Barcha mebel va texnikalar diz bilan tanlangan. Dekorlari ham albatta. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasidagi sanuzeli. Albatta bu yerda bolalar xonasi. Bolalar xonasini ham o'zgacha uslubda ko'zga yoqadigan ranglardan tanlab mebel va pardalarni jihozlashgan uy egalari. Bu yerda dars qilish uchun joylar ajratilgan, shkaflari. Ushbu uyimiz 10 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan, 100 kvadrat metrdan iborat. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Ushbu ko'rib turgan uyimizda sizlar ko'rib turgan barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda uyimiz egalari 177 ming AQSh dollar baholashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyonadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.